Salam köpçülük. Biz bugün Qumulg'iziyinki tuzilishida birlikda o'rtoqlashib baqayli. Qumulg'iziga 11 tal tarixdan tarkib topgan bo'lib, arada 2 tal tarixi musiqa o'rinlaydiganga ishlatildi. Qolgan 9 tal tarixi aks sado yandirish orqali chalgan melodiyamizga texmo o'sin mum qo'shib turdi. Ko'pincha vaqtlar ostida Qumulg'iziga ti kuyda tuzildi ham o'rindildi. O'zimizning ehtiyojiga asosan boshqa kuylarda ko'tarib tushirib chalsak bo'ladi. Unda olsa biz bugün Qumulg'izininki ti kuyi tuzish usulida birlikda o'rtoqlashib baqayli. Qumulg'izininki eng başta o'rinlanadigan tarixi, ya'ni zil tarixi teoncherimizdagi A harfiga tuzildi, ya'ni la ovozga. Tartib bo'yicha yandagi ikki tal tarixi bo'lsa, re ovozga, ya'ni teoncherimizdagi D harfiga tuzildi. Yana tartib bo'yicha bu ikki tal tarixi bo'lsa, teoncherimizdagi A harfiga, ya'ni la ovozi tuzildi. Yana bu ikki tal tarixi bo'lsa, teoncherimizdagi G harfiga, ya'ni so ovozi tuzildi. Yana tartib bo'yicha bu ikki tal tarixi bo'lsa, mi ovoziga, ya'ni teoncherimizdagi J harfiga tuzildi. Eng orqadagi ikki tal tarixi teoncherimizdagi D harfiga, ya'ni re ovozi tuzildi.